Bu g'irt gandon ekan. Hozir ana qizni labidan cho'lpilatib o'pib turuvdi. Qotog'imni yebsan, yolg'on gapiryapti. Kim yolg'on gapiryapti? Axir hozir tualetda oltita o'pish turaydi-ku. Mana bunaqa qilib. U bo'lmasida, erimida yebamisan sen? Po'q emasmi? Hamma baribir o'pishib yotibdi. Sen uni o'pasan, u meni o'padi, ana bu qizlar boshqalarni o'padi. Lekin sen g'irt amagansan. Sani addushi yaxshi ko'rib qolganim uchun keldim yoningga. Men bu qodoqqa ishonmagansan. Sani aldab yana ko'tingga sikib ketadi bu. Basharasini qara. Bu jiyaningni musorga tashlavorsang bo'lardi. O'chir naxo'y. O'zingni bizdesman deb o'ylaysan, lekin bunga qo'toq ham olib kelganing yo'q. Men bu xuyovi uzun olib keldimmi? Yiban. Nech pul turar ekan bu? Pas. 20 mingmi? Yo 25 mingmi? 50 mingmi? Basharingiz sikiysan. Qara, naxo'y men nima olib keldim? Olmoslar, qimmatli taqinchoq, mana naskimning ichida ham bor dashi. Dashi shokolad ham olib kelganman, qara. Men bu qog'oz kerak bo'lib qoladi. Men bu lentalarni ham rasxod qilib sotib olganman. Tursugimning ichida ham narsa bor dashi. Sochiga taqadigan mana. Ko'ryapsanmi? Mana plastik karta ham bor dashi. Qo'toqqa kulyapsanmi, onangni sikay. O'zing tashog'imni ham olib kelmading-ku. Arzon bir tiyinga qimmat uzuk olib kelgansan. Bir tiyinga qimmat uzuk. 50 minglik uzuk. Arzon uzuk. Ko'kingga sikaysan. Qo'yavor, suka. Ajratmaganingdan men amini chiqarib tashardim. Soqolingga qo'tog'im yibban.